Assalomu alaykum, Oybekizning qadrbaland, qadrli obunachilari, chorvador aka-uka, do'st birodarlar. Bugun mana bunday sog'lom mollar sotuvda akalar. Xudo xolasa, soniga ko'p emas, lekin narxi juda qulay. O'zimizga aka-xonlardan o'zimizga o'xshagan jayidari o'sha dehqon akalardan xudo xolasa maza qilib tomosha qilasiz, maza qilib ko'rasiz videorolikda. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Sirojiddin akamning xonadonlariga yetib kelganmiz. Soniga 5 bosh manzil akalarimiz ham akalar yo'llarda bo'yida joylashgan. Bu yog'i Mingbuloq tumani, bo'yidadan o'tib kelish, bu tarafi Namangan shahar Toshbuloq Cheris kelish. Qo'yingki akalar, manzil akalar ham yaqin joylarda joylashgan, mana ko'ring. Realni bo'ladi, yemoq-ichmoq, dastavka xizmatlarini akadan olib boramiz. Lekin mollarni qorni ishonavering, vahima darajada qorinlab turibdi. Bittadan mana ko'rinishdagi like-ni bosib turib bizni kuzatishni davom etsangiz, Sirojiddin akamning o'zlaridan assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Yangi yillarni yaxshi kutib olib, 2026-yil hammamizga baxt va omad keltirsin. O'tib ketgan bo'lsam, juma sizga muborak bo'lsin aka. Rahmat, obunachilar. Bittadan like-ni bosib, obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa narx yengil, qulay qilib qo'yib beramiz. Sirojiddin aka, mollar cho'tga qorinlab qo'ygan, bormi? Ko'rsating, qo'g'on yeyapti, qo'g'on. Gap yo'q lekin. Yeb ichishlari zo'r, xudo xolasa. Jonivorlar, realni oyoq qo'llari. Haliga Sirojiddin aka, yangi yilda chiqmagan savdogar qolmadi. Men sizni ko'ngilni o'tkazdim-da, dam oldingiz. Men ozgina qisqa. Lekin dam oldingiz, qarang. Xudo xolasa endi bundan obunachilar kutdi, chunki hammani bu hayotda o'ziga yarasha o'rni bor-da. To'g'rimi aka? Gap yo'q. Lekin obunachilarda aybingiz yuvasiz. Xudo xolasa yengil qo'yib berasiz, xudo xolasa. Aka, dastavka xizmatini nima deymiz? Dastavkasini nima o'ylashmasin, aytdim-ku. Agar 5 tasini olishsa, Samarqandga yetkazib beraman. Seriyozmi? Zonaqaligisi bo'lmaydi, ikkinchi kun. Barakasini bersin, bo'laveradi, aka. Xudo xolasa, vodiyga umuman o'ylanishmas ekan, bitta olishsa ham, qanday tartibda qo'yib beramiz, Sirojiddin aka? Qorani ko'rsating. Ay, jonivor, mo, yirik variantidan. Bo'ybasi shunaqa qanaqa bir chiqib qoladimi, aka? Qorasiniki 1.5. Qora 1.5. Bunisi 1 metr oshiqroq. Ha, 1 plus, uchalasi 1 plus variant ekanda unda. Mo, qora holatlarni ko'ring akalar. Mo, molladi. Nechtani bitta qo'yib beramiz, aka? Mana 2 o'rin qora bilan Men nariga muhojir ekan, ha? Nariga muhojir. Muhojir ekan. Yengil qo'yib beramiz. Men bor uzr, mo ko'ring akalar. Ikkalasini nima deymiz? Mo, oyoq qo'llarini ko'ring, cho'joni. Mana shu ikkitasini ajrataylikda cho'j. Mo, ko'ring, mana obunachilar. Molni oyoq qo'li sog'lom, qorillab turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ylari, значит, 1.5 ga 1 plus. Aha. Keng aka, senasizda nima deymiz? Oybekjon, chiroyli qilib hali oldi qochdi qilmaymiz-da, yengil aytamiz. Hop. 23,5 berishsa, jupiga. 23 million 500 ming so'm berishsa, 23 million 500 ming so'm berishsa, 11 million 750 ta. 2 on Toshkentgacha yetkazdirib beraman. Aytilgan summa ichida. Ha, Aka, bitta mart o'ynaymiz. 11,5 dan 23 million o'tib berasizmi vodiyga yo'qmi? Hali meylasi bo'lsa, qarang, yengil xayrini qilib beraman. Seryoznimi? Albatta. Barakasini bersin, bo'laveradi. Endi bitta narsa aytaman, labzingizni oldik-ku. Aka, mana narx-navo ko'tariladi dedim, obunachilar maza qolgan oldi-da. Olmagani bo'lsa ham siz eski narxda qo'yib beryapsiz. Eski narx, yo'q, o'zim bilib turibman-ku, 11,5 dan hozir 1.5, 1 plus narsalarni ishlatmayapti. Holati yomon emas, gap yo'q. Lekin bitta narsa, telefon qilgandan keyin men 24 degandim, adashib ketibman degan gap bo'lmaydi. Aytdim-ku sizga oldingi videoda ham, haliga 9,5 qo'ygan novoschani tog'aga o'zim, tog'a 9 million degan ekanmanmi desam, ag'am ha dedilar. Yana 100 ming o'tib beraman tog'a dedim. Ko'rib turib. Barakasini bersin, gap yo'q. Ko'rib turgan bo'lsalar bitta like bosib, kommentariyaga gap yo'q deb yozib qo'ysinlar. Otangizga rahmat. Oybekjon, Pul davlatga o'tib beraveramiz. Aka, endi qarang, jupini olgan sharoiti bo'lmasa nima deymiz obunachilarga? Bir yakkasini olaman Sirojiddin desa. yakkasini olaman deydiganmiz. Beraveramiz Oybekjon. Va bo'pti, mana bunisiga 12 bersinlar, bunisiga 11 bersinlar. Bir joyga yaxshigina. Albatta-da. Bir joyga olinsa yaxshi-da. Barakasini bersin. Yo, lekin yakkalab bari savdosi bor aka. Qo'yib beramiz. Aytdim sizga, telefon qilib, yaxshi gapirishsa 10 million, 8 millionga olib qo'yishsin. Qo'pol qilib aytganda gap yo'q. Muomalaga bog'liq akalar, bemalol savdosini qilaverasiz mana. Endi ikkita yoshlarda, navbat yoshlarga akalar, ko'ring. Molni qorin holati, oyoq qo'llariga alohida e'tibor berasiz. Mana ajratingiz yo'q bitta mana. Realni akalar. Mana ko'ring.
bo'y basti nima deymiz Roshin aka? Bunisi 93 plus ekan. Ha? Bunisi 95 plus. Mana 95 plus, bunisi 93 plus. Ha. Realni. Ikkovini ham mana uni qarang-da. 90 plusdan narxini berishaversin. Xo'p. Narxida to'xtatdi. Narxida, hamma gap narxida. 85 ni ham kerak bo'lsa 10 million qo'yishyapti-da. Albatta. Bu 90 plus. Xo'p. 10 milliondan 20 million bo'ladigan bo'lsa, yana 100 ming 200 ming xayrini qilib beraman. 500 ming o'tadi. Sal mart butun o'tingchi 2026 o'zi aybingiz bo'lsa. Yana yo'qimiz kelmaydi aka. 19,5 million bo'lsa. Necha pul bo'ladi shunda? 9 ming 750 dan bo'ladimi? Albatta. Yetkazib bermaysiz, yana aka ukalar siz bilan menga o'xshagan odam bo'lsa baribir 100 dan o'tolmayman. Baragasini bersin. Bo'laveradi akalar. Xudo xolasa ko'ring. Realni mollar sog'lom, oyoq qo'li zo'r. Mana ozuqasini yeb turgan variantidan. Yo'q, realni 9750 dan kamini qilib beramiz. 750 dan xayrini qilib beraman, Oybekjon. Otangizga rahmat aka. Kecha bitta tog'a telefon qildilar-da kuni. Ha. Ulim xayrini qilib beraman deding. Bu xayri 25 ming so'm xayrini qilib beradigan bo'lsang, men so'ramay endi. Yosh katta odam ekan deb. Tog'a xayrini chiroyli qilib beraman deb 100 ming so'mdan yo'lini qo'yib chiqarib berdi hali kichkina unojinchalardi. Tushunarli. Arzon qo'yilgan mollardi ham. Endi akalar bitta ko'paysinimiz bor, xunojin. Buni ham sustainasi normalniy ekan. Mana uzunlik holatlari ko'ring. Oyoq qo'llarni mana. Oybekjon nihoyatda yuvosh mol ekanligi. Bo'ldi aka, bitta shuni qo'yib yuborarsizda o'zingiz qochasiz. Mana ko'ring. Mana ko'ring akalar, realni molning uzunlik holati, sifati gap bo'lishi mumkin emas. O'ynoqlab turibdi mana, yuguraman deb. Plus tuyoqlari ham baymayib ketgan tuyoq emas. Hammasiniki ham ko'ring, istagan tuyoq normalniy narsalar. O'zi qo'rqayapti. Aka, bo'yini nima deymiz? Bu ham 1 metr oshiq. Bir plus variantda olishaveradi. 1 metrga olish. Qorni kaptokda turibdi akalar. Keyin gapiring. Nima deymiz? Mana Oybekjon 8,5 millionga 200 ming o'tib beraman. Mana 8,5 million deb Hali ham o'sha narxlar bor. Baragasini bersin bo'laveradi. Haqiqiy realni eski narx bo'ldi aka. Realni eski narx bo'ldi. Mana uni 7,5 million beraman deb so'rashsin kerak bo'lsa-da, 7 million beraman deb so'rashsin. So'rab, avvalo baraka qilib, misol savdo qilib olsang baraka bo'ladi-da, savdoda baraka bo'ladi. Aytilgan narxga olib ketaveradigan bo'lsa, u bo'lmaydi-da. Qizig'i ham qolmaydi, deng. Menga telefon qilib, "Ulam, ona 6 ta molingda hammasini menga jo'nat" deydigan bo'lsa, unda to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi. Savdoni qilishsin aka. 20 ming so'm bo'lsa ham xayrini so'rab olishsin. Albatta. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalar, manzil lokatsiyalari juda qulay joyda. Oybek Telegram kanaliga o'tib kirib ko'rsangiz ham manzil lokatsiyalar tashlab qo'yilgan. Like-ni bosib do'st birodarlarga jo'natib turaverasiz. Sog' bo'ling akalar, salomat bo'ling.